salatimiz tayyor. Zuhriddin, bilasizmi, agar sizni yana ko'rsatuvimizga 2 marta taklif qilsak, bizani keragi yo'q. Nega? Boshlovchilikni ham bo'yningizga olib olasiz. Hali savolimizni bermaganmiz, to'g'risini aytganda. Shuhrat. Yo'q, men bundancha faxrlanaman. Xursand bo'lib, Chunki ha? siz bilan doimiy hamkorlik qilamiz-da. Men bekorga mana Beruniy akamga sizni maqtamadim. Sizni ko'p marotaba bu studiyada ham ko'rganman, boshqa studiyada, qolaversa sizdan bir mazali taomlarni yeganman. Bu endi Beruniy akamizni bir ajablantirishimiz kerak. Ko'rdingiz, dunyo ko'rganlar, ko'p davlatlarga borganlar. Bularni hayratga solish juda ham qiyin-da. Xorazm taomi desangiz o'zlari ustalar. Chet el taomlari, Yevropa taomlari desangiz ular ustalar. Siz bugun nima tayyorlab berdingiz? Shuni ayting. Mana bugun bizani salatimizni antiqa. Ha. O'zim qo'yib qo'ya qoldim. Antiqa? Antiqa. Aha. Chunki ichida hamma narsasi bor. Aha. Ajablanishlariga men kafolat beraman. Chunki yeganlarida bitta salat ichida yolg'on bo'lmasa 7 xil maza bor. Qani Beruniy aka siz bitta tatib 7 ta ko'ringchi. masalliq ko'ring. solganmisiz? Ungacha- Yo'q, yo'q, bor yo'g'i. Marhamat. Mana frukti, ya'ni Mevalar. olma, mandarin, Aha. apelsin. Ha. И karom Bargi. Salat Salat barglari. bargi. salat barigi Aha. и loroloso solingan. 7 ta ta'mim berishi nimadan endi? Beruniy aka bitta yeb ko'ring. Siz tatib ko'ring. Mana. Bunga non berardim agar ruxsat bersanglar. Bemalol. Nimaga? Chunki Yaponiyada Fuji degan tog' bordi. Ha. Fujiyama deb nom qo'ysak Ha, salatingizga. Fujiyama. Yo'q, bilasizmi Fujiyama deb qo'ya olmaymiz chunki Nimaga? bu ustida suv ya'ni dengiz karomi qovurilgan holatda bo'lganiga qaramasdan turib ichi to'la vitamin buni. Ana Gap, ko'rdingizmi? gap. Endi Buni uydagilar ko'rmasa, ayniqsa katta o'g'limiz onigiri desa tomdan tashiydi o'zini. shunday bu Bizada yerda ham bizada zo'r. shunaqangi zo'r. maqsad borki, biz oshpaz bo'lgandan keyin maqsadimiz faqat oshpazlik maza berish emas. Ya, albatta. Ovqat bilan davolash. Maqsadim Zo'r, shu. zo'r, zo'r. Ajoyib. Did bilan bezatilgan zo'r. Mazasini ko'ring. Xo'p, bo'ladi. Hamma sizga qarab turibdi Beruniy Bo'ldi, aka. bo'ldi. Siz bo'ldi. boshlab bersangiz yog'ini amalli. Karomlardan ham oling. U fruktdan bilib bo'lmaydi mazani. Zuhrida, demak yuqoridagi maqsadingizdan kelib chiqib savol beradigan bo'lsam, siz taomni tayyorlash barobarida ijod ham qilasiz. Da, chunki menga anaqa bekitadigan joyim yo'q. Har xil meditsina, doktor xodimlari bilan suhbatlashaman. Mana hozirgi kunda 5 yil davomida kuchayadigan kasallikni ham aytib bera olaman. Nimaga desangiz, shular bilan suhbatlashganda mendan so'rashadi. Nima yeyishyapti xalq? Nima yeyapti odamlar? Men ayta olaman. Ximikat, gazirovka. Bu yurak bilan jigarga kelib chiqadigan kasallik. Ortiqcha Da, vazn. ortiqcha vazn yo boshqa narsa. O'sha narsani odamlar shu narsani oldini olish maqsadida faqat vitamin, faqat ziravor o'shalar bilan ya'ni kurashmoqdamiz. Ajoyib, ajoyib. Oshpazlarni o'z ishiga mana shunday yondashishi ham ta'rifga loyiq, to'g'rimi? Va bu salatni Beruniy aka, ichida qani ekan? Qarang, hammamiz menga savol bor edi, agar ruxsat bersanglar. Muallifga. Buni nima bilan zapravka qildingiz salat? Salatda limon, shakar, tuz. Zo'r, zo'r, zo'r. Yeganingizda dovchani mazasi keldimi? Shunaqa keldi. Yoshligingizga qaytdingizmi? Shunaqa. Eng qizig'i bilasizmi? Mana ichida har xil narsalar bor, mevalar bor, karam, boshqa narsalar bor, lekin boya yuqorida o'zlari aytganlaridek har bitta narsani ta'mi bir-biriga o'tib ketmagan, qorishib ketmagan.